Agar viloyatda turadigan bo'lsa, Toshkentgacha taksisigacha ko'taramiz. Bizani подписчикlarimiz bizdan shunaqangi qattiq podдержка qilishyapti. Ima xolardim ulardan хотя бы bittasi biz bilan ketishini. Ima ularning tarafdorimiz. Nima deb o'ylaysiz? Nimadan chor bilan bitta gaplashish kerak edi endi. Hozir bitta подписчик borsa men chopilaman. Bo'lmaydi. Biz bitta подписчик talab topib ketmoqchimiz o'zimiz bilan. Davaychi, az ketding, choplasan-da. Bo'pti, qara, menda bitta plan bor, 0.5 qo'y. Sen ham boraverasan, hamma boradi. Podpishchiklaring ichidan kecha istoriya qo'ydim, bitta odam tanlaymiz. Hamma rasxod ko'taramiz. Agar viloyatda turadigan bo'lsa, Toshkentgacha taksisigacha ko'taramiz. Shunchaki randomda yutib chiqsa bo'ldi. Ikki, meni ham bitta shartim bor. Mana shu videodan 20 mingta podpishchik kelish kerak. Ba'oniga podpисчиgingiz ko'taman. Yo'q, meni shartim bo'lish kerakmi? Men olib ketolman-ku. O'tgan safar 19 soatda 10 mingta kelgan. Lekin u payti o'zimiz uchun edi. 20 mingta podpishchik kelmasa faqat lekin bu ishni qila olmaymiz. 1 so'm xarajat qildirmasdan turib Tailandga bir haftaga o'zimiz olib borib kelamiz. Go'mi? Sizlar shunga tayyormidinglar?